devatsiz, kimga gap qilyapsiz? Esingiz joyidadir. Qo'lingizdan elib haraq so'ringiga kirganda axloqingiz nada qolgan? Ballaringizni o'ynatib, er bo'lmasa o'ladigandek surkalgili turganda g'ururingiz nada qolgan? Yot biri bo'yningizga esilib, nafsini qondirayotganda qiziqingiz nada qolgan? Endi o'g'illar ayiblik deysiz-ku. O'zingizning nafsingiz qonganda xat ayiblikmi? Er nafs uchun yiqilishgan bo'lsa, siz undaq emasmi? Amasa nim bor sizga? Uning bilan yolg'iz yerda axloqim desangiz bo'lmamdi. Kaynimga kirib oldi deb, kayningizga har qancha kirib olsa-mo, rad qilaversangiz ketadi. No'chisi bo'lsa to'y qilsin, siz bilan rost yaxshi ko'rsa. Undaq deyilmay, kechini kecha demay salonshib yurib, endi turibla axloq dars so'zlaysiz-ku. Kelgusini, kulgusini keltirib. Axloq deydigan odam belini ching tutadi xinam. O'rtaq mulk bo'lmagandan keyin u qiz o'ynasa baxtiga desa, nima deydi mallata degan-ku, ashta deydi o'yna. Voy dadingiz peshonangizga birni so'yib qo'ysa, xijil qilmanga deysiz, qusqimni keltirib. O'zingiz yolishib yurgan kishi nemingiz u? Odam degan ayiblashdan avval mancho deb boqamiz. Axloq deb ig'izida emas, amaliyatida bo'ladi u. O'g'illar demang, uyingizdan so'rab chiqmadi. Siz o'zingiz xolab chiqdingiz. Dadingizni aldab qo'yib, onangizni tillab qo'yib, ota-onangizni aldab chiqib, o'zingizni olsangiz, belingizga esilmayamisa, akangiz emas u, xato qilyapsan deydigan. Haq ochiq fohishlarni ayiblaydi, lekin sen yeshig'i to'shmagan buzuqlar oshirsa, asli 4 tal pulni pokliqingni setib olgan telefoning, solgan oltiningni oldiga kelib, pokliqim qani degina nima deydi? Sana erishib bo'lgan shu hazilikning yeniga borib, pulingni oldinga buzuq deydi. Nada qoldi, jinim deyish uningda. Qo'lingdan tarsa, meni tutma deb ko'chtiga birni sola olsang, bo'yningga esilmaydi. Bo'yningga esilsa, adabsiz deb itiralisang, belingga esilmaydi. O'g'il bolami kelibla bir nima qilmaydi seni, sinab boqadi. Avval tutib qo'ysa, xo'sh yoqdi deb bersang, qanday qiladi amisa? Tunishqandan tortib, axloqingga diqqat qila, umrlik hamroyi bo'lasan. Nafsini yig'olmay otqina, o'zingni soatlik hamroh bo'lasan. Shu nafsini qondirib, pulingni berib ketib qoladi. Gapim ig'ir ketishi mumkin. O'ylab beqin qizlar. Hayotini chatnab erkilab yursa, o'g'il bolada g'urur qilamdi. Bir o'g'il bolani ko'rsangiz, nechchimiz xuyilinib erkilasangiz, kichikdak, men o'g'il bola demdi. Unda qilmang. Qizlarimiz pul sizga umrlik hamroh emas. Qerisiz. Chiroyingizmi tugaydi. Foydalanadigan yosh vaqtda chiroyini setib, jon atgan bilan qerisangiz sizga 100 kerak. Farzandlaringizga 100 kerak. Siz tufayli doktorxonada tug'ilmay turib, o'ltirilayotgan shu narsalar shulardan nima qiladi? Hech narsani bilmaydi. O'zining nemishqa o'ltirilganini bilmaydi. Ashu iflos harakatlar siz uchun shunday muhimmi? U bo'lmasa faqat yashayolmaysiz. Unda qilmang. Faqat bo'lolmasangiz, ota-onangizga deb to'yingizni qilib oling. Jahonni, jamiyatni, millatni, onalarimizni